Короче, 1 so'm bermayman. Komfort chaqirganman, pechkani yo'qganingman, so'qatib qoldim mashinangni. Qanaqa taksisiz, ha? Hamma shunaqamiz, ha? Mana muomala qiling o'g'il. Qanaqa muomala qilish kerak? Pechkani yo'qganingman, o'zi kasal bo'lyaptimman. Sovuqligini qara, mashinani oynasini ochib qo'ygansan. Qanday muomala qilishga yo'q? Urib tashirdim, zamon ko'tarmaydi. Yoki ayb taksi parkingdami? Men bunaqa taksisichilar sizlar. Oddiy taksi. Men Yandex qilaman, lekin men mashinamni akkuratni qilib yuraman. Prosta bugun mashinamni ustiga tashib kelgan, chunki Yandex chaqirgandim. Ayb bo'lsa, pulkammi? Nima muammo? Shuni men taksi parkingga ulan agar 6 million so'mgacha bonus beradi. Nima qilay? Zakazlarim kam, o'ylanib o'qishim kerak. Tim bo'l istiroflarim ham ko'payib ketgan. Voy zakaz kam bo'lsa, mana taksi parkingga ulanib olgan Toshkent sifat taksi 6 million so'mlik bonus har oylik. Voy, probeking 5000 kilometrdan oshsa, moyinni ham tekinga almashtirib beradi. Haftalik bonuslar ham qo'shgan. Kolonka, telefon, powerbank beradi. O'shanga ulanib olgan mana bunaqa yurmas. Zo'r ekan u. Vashshi zo'r taksi. Day, ketdi bo'lmasa o'sha yerga. Bo'ldi.